Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bog'dorchilikda resurslarni boshqarish bo'yicha gaplashamiz. Ya'ni bunda biz sug'orish va o'g'itlash tizimiga, ya'ni bog'dorchilikdagi bo'layotgan katta ahamiyat, ya'ni bog'dorchilikdagi jarayonlarni, ya'ni takomillashtirish va ya'ni bog'larni sug'orish va o'g'itlash tizimidagi xatolar, kamchiliklar va yutuqlar bo'yicha gaplashamiz. Bunda ya'ni biz reja qilib, ya'ni bog'dorchilikda sug'orish usullari va o'g'itlar. Bunda ya'ni bog'dorchilikda bugungi kunda olib borilayotgan islohotlar. Muhtaram prezidentimiz paxta va g'alla maydonlarini qisqartirib, meva sabzavotchilikka ya'ni katta urg'u berdi. Bunda asosiy omil bog'dorchilikdagi bo'layotgan jahon bozoriga kirib borish uchun mevalarning sarxilligini oshirish, meva sabzavotlarni jahon bozorida, ya'ni o'zbeklarimizni o'zbek brendi ostida mevalar yetishtirishga ahamiyat juda ham katta qaratildi. Bugungi kunda mevalarda hosildorlikning kamayishi yoki sifatli meva ko'chatlari yetishtirishda ham bir qancha muammolar tug'ilmoqda. Bundan tashqari bog'larda olib borilayotgan sug'orish va o'g'itlash ishlari orqali mevalarda qarsildoqlik xususiyatlari ham yo'qolib borilyapti. Qayta ishlash, mevalarni saqlash sohasida va ya'ni eksport salohiyatida ham ya'ni mevalarimiz bugungi kunda talab darajasiga yetkazib borishimiz uchun ya'ni yuqoridagi biz muammolarni bartaraf qilishimiz kerak. Bu muammolar asosan va sug'orish tizimiga asoslangan bo'ladi. Mevali bog'larda sifatli hosilni yuqori qilishimiz uchun agrotexnik tadbirlarga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Agrotexnik tadbirlar bu yerga ishlov berish, sug'orish, o'g'itlash, shakl berish va kasallik va zararkunandalardan himoya qilish ishlarimiz kiradi. Bugungi sizlar bilan o'tadigan resurslarni boshqarishimiz bizning asosiy og'riqli nuqtamiz bo'lgan sug'orish va o'g'itlash tizimidagi bo'ladigan holatlar. Asosan O'zbekistonda sug'orishning 4 xil usuli ya'ni amalga oshiriladi. Sug'orish suv hayot manbai bo'lgani kabi, ya'ni mevali daraxtlarni sug'orish orqali uni hayotiy faoliyatini biz yo uzaytirishimiz yoki qisqartirishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun alohida ya'ni suvga e'tibor berishimiz kerak. Sug'orishning 4 ta usuli bizda keng, ya'ni keng foydalanadi. Bulardan birinchisi pol olib sug'orish. Pol olib sug'orish bu mevali daraxtlar yosh bog' bor va hosilli bog' bor. O'sha hosilli bog' va yosh bog'lardan 1-3 metr narida o'sha pollar olinib, ya'ni u yerda suv beriladi. Suv berilganda bu pollardagi suvlar 12 soatgacha ya'ni turishi mumkin bo'ladi. Sug'orishning bu usuli tik bo'lmagan yerlarda, ya'ni sho'r yuvish maqsadida pol olib sug'orish ishlari amalga oshiriladi. Asosan sho'r yuvish ishlari qayerda bajariladi? Sho'r yuvish mana Sirdaryo, Jizzax, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatlarida bu tadbirlar juda ham keng foydalanadi. Chunki sho'rlanishga moyil bo'lgan tuproqlarda asosan bularda sulfatli va xlorli sho'rlanish bo'lganligi sababli pol olib sug'orish keng miqyosda foydalanadi. Sabab ya'ni sho'rni yuvgandan keyin biz o'sha joyga tuproq iqlim sharoitini o'rgangan holatda mevali ko'chatlarni ekishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingi usulimiz bu hovuzcha shaklida ya'ni sug'orish usuli bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, buni to'g'ri doira shaklda hovuzcha qazib olinadi va bu yerga ya'ni suv quyiladi. Bu usul ya'ni suv yaxshi yetib bormaydigan hududlar bor yoki suv taqchil bo'lgan hududlarda ya'ni alohida ya'ni har bir daraxtda ildiziga ya'ni biz suv berish imkoniyati bo'ladi. Bu usulni o'ziga yarasha foydali jihati bo'lgani kabi, ya'ni bunda zararli jihatlari ham bor. Ya'ni bu zararli jihatlarni bu yerda suvni ko'p ya'ni to'plab qolishi mumkin. Bulardan tashqari ya'ni bu yerda hovuzcha shaklda bo'lgandan keyin ishchi kuchi ya'ni inson omiliga bo'lgan ehtiyoj ham yuqori bo'ladi. Bu usullardan foydalanishda asosan ya'ni bizni bog'dorchiligimizda
hayotimizda keng miqyosda foydalanish bizda tavsiya qilinmaydi, lekin sug'orish kam bo'lgan hududlarda biz ya'ni mevali daraxtlarni saqlab qolish uchun bu usuldan foydalanamiz. Undan keyingi usulimiz bu bostirib sug'orish usuli. Bunda ko'pchiligimiz bu asosan tekis yerlarda bo'lganligi sababli sho'r yuvish ko'pchilik yerlarda yahob suv berish maqsadida ham bu ishlatiladi. Bostirib sug'orish ishlarida bu yahob suv berilganda sovuqdan himoya qilish ham vazifasini bajarib beradi. Lekin buni foydali sovuqdan urushni himoya qilishdan tashqari, ya'ni buni zararli jihati ham bor. Bu ya'ni tuproqning strukturasini buziladi. Agar tuproqning strukturasi buziladigan bo'lsa, ya'ni tuproqdagi nafas olish jarayoni keskin ya'ni qisqaradi va bundan keyin buni ildizlari ham zarar yetish ehtimoli bor. Agar bundagi ildizdagi ildiz tukchalari zarar yetadigan bo'lsa, ya'ni bizda bostirib sug'orish ishlaridagi ya'ni bir qancha bizga muammo tug'iladi. Ya'ni daraxtni qurib qolish, ya'ni yuqori qismidan qurish ehtimoli ham kuzatiladi. Bu asosan bostirib sug'orish usulidan biz ko'pincha qish oylarida, ya'ni yahob suv uchun, ya'ni sovuqdan himoya qilish uchun biz ishlatib kelmoqdamiz. Undan keyingi usulimiz bu ya'ni hammamiz biladigan egatlab sug'orish usuli. Butun respublika bo'yicha bu egatlab sug'orish sistemasidan biz foydalanamiz. Bunda asosan bog'dagi qator oralari 20-25 sm chuqurlikda kultivatsiya qilingandan keyin egatlar olinadi va u yerda tuproqning klassifikatsiyasi, ya'ni 5 ta klassifikatsiyasi bo'lsa, bu yerda og'ir qumoqli tuproqlarda 100-120 sm va yengil qumoq tuproqlarda esa 60-70 sm qilib ya'ni qilinadi. Birinchi egat yosh bog'larda daraxt tanasidan 0,5 metr va hosilga kirgan bog'larda 0,75-1 metr oralig'ida o'tkaziladi. Egatlab sug'orish ishlari asosan o'sha tekis hududlarda bo'lganligi sababli bugungi kunda eng yaxshi ya'ni sug'orish sistemasi bo'ladi. Bundan tashqari hozir zamonaviy texnologiyalar kirib keldi. Bunda sug'orish sistemasida tomchilatib, yomg'irlatib, yer ostidan sug'orish ham usullari kirib keldi. Bularning an'anaviy sug'orishdan ya'ni farqi nimadan iborat? Mana ko'rib turibsizlar, bu yer ostidan sug'orish usuli, bu ya'ni yomg'irlatib sug'orish usullarida ham ya'ni biz keng foydalanyapmiz. Bunga asosiy omil nima bo'ldi? Bugungi kunda sug'orish va o'g'itlashda ya'ni suvni ortiqcha isrof bo'lmasligini ya'ni biz hisobga olib tomchilatib sug'orish ishlarini amalga oshiryapmiz. Agar mevali daraxtlarda biz tomchilatib sug'oradigan bo'lsak, oddiy misoli gilos yoki olma misolida keltirsak, Toshkent viloyatining og'ir qumoq tuproqlarida bir yilda 37-54 martagacha suv ishlatiladi. Uni tuproq turiga qarab. Agar u og'ir qumoq bo'lsa, 54 martagacha suv ichadi. Ya'ni og'ir qumoq tuproqlarda an'anaviy sharoitda sug'orishda bitta sug'orishda 600-800 metr kub suv ketadi. Agar bir mavsum davomida bo'lsa 6000-8000 metr kub suv ketadi. Agar biz tomchilatib sug'oradigan bo'lsak, tomchilatib sug'orishda 1 gektarga bir mavsum davomida ya'ni sug'orishlar soni 1,5 mingdan 2000 metr kubgacha bo'ladi. Ya'ni biz 2-3 barobar suvni tejagan bo'lamiz. Ya'ni biz agar egatlab sug'oradigan bo'lsak ham, ya'ni bog'larimizda ancha suv isrof holatga keladi. Agar tomchilatib sug'oradigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri ildiz tizimiga suv yetib boradi va bu nazoratli holatda bo'ladi. Agar biz o'g'it qo'llamoqchi bo'lsak, sug'orishda bo'lgani kabi buni o'ziga yarasha, ya'ni o'g'itlash sistemasida, ya'ni suspensiya holatda bu to'g'ridan to'g'ri ildiziga yetib boradi. Undan tashqari biz tomchilatib yoki yomg'irlatib sug'orish ishlarida bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Bu sug'orishlarda afzalligi bilan kamchiligi har doim yonma-yon yuradi. Bu tomchilatib sug'orishda, ya'ni bularni teshikchalari, kapelnini teshikchalarida agar suv iflos bo'ladigan bo'lsa yoki suv loyli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni teshikchalarni bekilib qolish ehtimoli bo'ladi. Undan tashqari bular elektr energiya orqali sarflanib, ya'ni sug'orish ishlari amalga oshiriladi. Bu
Bu yana bitta afzallik jihati bor, kamchilik bo'lgani kabi afzallik ham bor. Agar buni yomg'irlatib o'g'it beradigan bo'lsak, barglariga to'g'ridan to'g'ri o'g'it yetib boradi va ya'ni ildizidan berganga qaraganda barglaridan o'g'it olish sifati, ya'ni o'g'itni o'zlashtirib olib, ya'ni hosilga kirishi juda ham yaxshi bo'ladi. O'zi o'g'itlash sistemasida biz mineral va organik o'g'itlardan foydalanamiz. Mineral o'g'itlar biz har doim yerimizga beradiganimiz bu mineral o'g'itlar, ya'ni azotli, fosforli, kaliyli o'g'itlar. Bu o'g'itlarga biz ko'p murojaat qilamiz, lekin organik o'g'itlarni biz hozirgi kunda kam yerga beryapmiz. Organik o'g'itlar yerning 30 santimetrgacha ya'ni yaxshi foyda berishi mumkin, lekin yer o'sha 30 santimetrda kuchini yo'qotgandan keyin yana o'g'it bizda ya'ni o'g'it muammosi yuzaga keladi. Buning uchun biz mevali bog' barpo qilayotganda birinchi o'rinda ahamiyat berishimiz kerak, tuproqdan namuna olishimiz kerak. Ya'ni tuproqning azotga, fosfor, kaliy bilan ya'ni ta'minlanganlik darajasi, uning ishqoriy muhiti, ya'ni uni pH miqdorini yoki uni sho'rlanishga moyilmi bu tuproq, shularni aniqlagan holatda yerga o'g'it berish tavsiya qilinadi. Agar biz tuprog'imizni 2-3 yilda bir marta organik o'g'itlar, ya'ni chirigan go'nglar bilan agar biz boyitadigan bo'lsak, tuprog'imizda ya'ni yaxshi o'zgarish bo'ladi. Bunda tuproqning 30 santimetr emas, ya'ni ona jinsgacha mikro elementlar yetib bora oladi. Bu esa ya'ni mineral o'g'itlarga qo'shimcha tarzda, ya'ni ildiz mevada ildiz sistemasi chuqur ketadi. O'q ildiz bo'lgandan keyin ildiz faqat 30 santimetrda emas, yerga chuqur kirgandan keyin organik o'g'it bilan to'yintirish juda ham yaxshi natijaga erishamiz. Va ya'ni sug'orishda yana bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Biz bog'larimizda suv quyganimizdan keyin bog' qator orasida ekin ekishimiz mumkin. Ya'ni bog' bu ekinlarimiz asosan dukkakli o'simliklar ekilgani maqsadga muvofiq. Agar biz jo'xori ekadigan bo'lsak, ya'ni yerni bor kuchini tortib oladi. Dukkakli o'simliklar o'zida ildizda tuganak bakteriyalarni saqlaganligi sababli, ya'ni o'zida azot to'plab berish xususiyatiga ega va 1 gektar bog'da agar lovya, mosh, no'xat ekiladigan bo'lsa, sof holatda 75 kilogramgacha azotli o'g'it bilan ta'minlab bera oladi. O'g'itlarimiz, ya'ni eng zarur bo'lgan o'sha o'g'itlarimiz mevali o'simliklar uchun erta bahorda azotli o'g'itlar, kech kuzda 70-80% fosforli o'g'itlar biz yerga beramiz. Sabab yerni strukturasini yaxshilab beradi. Agar yerni strukturasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tuproq yaxshi nafas oladi. Nafas olgandan keyin tuproqni donadorligi ham oshadi va ildizlar, ya'ni tuproqni tagida juda ham chiroyli o'sadi va yaxshi moslashib ketadi. Bu yaxshi moslashgan daraxtlar kasallik, zararkunandalarga chidamli holatda bo'ladi. Va bog'larimizda asosiy, ya'ni o'g'itni hosilga kirgan va yosh bog'larda o'g'itni berish me'yori va muddatlari bor. Bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, mevalarimizda bugungi kunda qarsildoqlik xususiyati yo'qolib bormoqda. Sabab nima? Bu sabab me'yoridan ortiq, ya'ni suv berish yoki me'yoridan ortiq o'g'it berish orqali mevalarimizda, ya'ni tarkibi buzilyapti. Buni saqlanuvchanligi yo'qolyapti. Oldinlari yeganday uzumda yoki olmada qarsildoqlik xususiyati yo'q. Bunga asosiy omil suvning me'yoridan ortiqcha berilishi, ya'ni 1 gektarga bir mavsumda 600-800 metr kub suv beriladigan bo'lsa, u me'yordan ko'p berilyapti. Bunga asosiy sabab nima? Bunga asosiy sabab, ya'ni bog' qator orasida biz ekyapmiz qanday sabzavot ekinlarni. Agar sabzavot ekinlarni ko'p ekadigan bo'lsak, ya'ni suv ko'p sarflanadi. Bizni mevamiz yaxshi, odatdagidek hosil berishi mumkin, lekin saqlanuvchanligi va uni sifatiga bu ta'sir qiladi. Ya'ni biz uzoqqa uni tashiy olmaymiz. Ya'ni mevalarni shunday ushlaganingizda, ya'ni qarsildab turmaydi.
bu mevalarda ya'ni ushlaganingizda qorayib qoladi o'sha joyini. Xo'p, buning uchun nima qilishimiz kerak? O'g'itlash sistemasida ham mana ko'p o'g'it bergandan keyin biz sevib iste'mol qiladigan kishmishbop uzumlarimiz bor. O'sha bu uzumlarda yeganingizda og'zingizga shirin bo'ladi, lekin tomog'ingizdan o'tgandan keyin taxir mazasini berib qoladi. Bunga asosiy omil bu o'g'itni me'yoridan ortiqcha, ya'ni keraksiz holatda berilyapti. Undan tashqari bog'larimizda qiyg'os bo'lib mevalarda gullaydi, lekin hosil bermaydi. Bunga asosiy sabab nima? Bunga asosiy sabab agrotexnik tadbir, buni ichiga sug'orish, o'g'itlash, undan tashqari gullashdan oldin mevalarni kaliyli o'g'itlar bilan bizni to'yintirmasligimiz asosiy omil hisoblanadi. Biz yosh bog'larga 60 kilogramm azot, 30 kilogramm fosfor va 15 kilogramm kaliy, ya'ni bularni biz sof holatda 20-25 santimetr chuqurlikda yerga solib ishlov berishimiz kerak. Keyin agar bizda go'ng bo'ladigan bo'lsa 3 yilda bir marotaba 10-20 tonnagacha go'ng solinadi. Bu 1 gektariga. Biz hosilga kirgan bog'lar bo'lsa gektariga 150 sentner hosil olganda, ya'ni 1 gektarga 120 kilogramm azotli, 60 kilogramm fosfor, 15-30 kilogramm kaliy va 3 yilda bir marotaba 20-40 tonnadan go'ng solish tavsiya qilinadi. Bu mineral o'g'itlarni solish qanday bo'ladi? Bu solishdan oldin albatta tuproqdan namuna olib, tuproqni ta'minlanganlik darajasini ko'rish kerak. Agar bizda go'ng bo'lmaydigan bo'lsa, biz mineral o'g'itlarni miqdorini 30-40 kilogrammgacha, ya'ni ko'paytirish tavsiya qilinadi. Har doim, ya'ni bog'da ishlayotgan paytda o'g'itlashda tuproqdan namuna olgan holatda, ya'ni mutaxassis bilan maslahatlashib o'g'it berish tavsiya qilinadi. Sug'orish me'yoridan oshirmaslik talab etiladi. Bog' qatori oralariga esa sabzavotli ekinlarni ekish tavsiya qilinmaydi. Bu hosil sifatiga keskin ta'sir qiladi. Chunki agar qishga bizni mevalarimiz saqlanuvchanligi bo'lmasa, mevalarimizda burushish ehtimollari juda ham katta bo'ladi. Hozir hali qish oyiga yetib bormasdan turib, ya'ni olmalarimizda terisida, ya'ni burushish alomatlari, ya'ni kuzatilyapti. Bunga asosiy omillardan biri sug'orish sistemasidagi xatoliklar. Bugungi ma'ruzamiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.